Kelime zamanı Sadiye Bibi. Sadiye Bibi. Az hujjatlar topshirilgan. Topshirilgan. Nima holatda turibdi? Kredit chiqarish holatda turibmiz, olish holatda turibmiz. Hozir ishda shu yerdasiz endi, tadbirkor yo'l qo'yib. Alloh xolasa bir 4-5 ta. To'g'ri ishda. Sizni masalangizmi? Shu biz ham shu kredit. Tadbirkorligingizdan emas. Nodirbek. 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 Tadbirkor yangi To'liq nomini ayting. Nodirbek yangi oldi. Yangi obod deydi. Nodirbek Yangiobod, ha? Yangiobod. Sizga chorvachilik yo'nalishidan 3 yil muddatga 6 imtiyozlar bilan 12% miqdorda. Tezkor. Bizga ham shu chiqish arafasida turibdi. Nechta shu yerda endi? Shu 4-5 Biznes reja bo'yicha. biznes reja bo'yicha 4-5 ish. 4-5 kishi, ha? Sizniki nima masalangiz? Sanzor Ko'kbuloq manzarasi. Sanzor Ko'kbuloq. Chorva. Sizga ham chorvachilik yo'nalishi bo'yicha necha bosh? 500 ta o'zgardi. 500 ta. Bu Mongoliyadan olib kelgan. Mongoliya. Mongoliyaniki. Hop, mana shu sizni moliyalashtirganimizdan keyin qancha ish yaratasiz? 4 ta. 4 ta. Biznesda 4 ta ko'rsatilgan. 4 ta doimiy ish o'rni yaratasiz, yangi ish o'rnini yaratasiz 4 ta. Hozir hujjatlar topshirdingizmi? Hujjatlar topshirganmiz. Garov kecha o'zgartirib 500 taga bo'ldi, shu yetmayapti, shu masalada bekildi. Ya uni ikkinchi yana garov, yana qo'shimcha garov taqdim qilishingiz kerak-ku. O'shanga hozir yana bitta garovimiz chiqdi. Bektash aka shu maslahatlashib shu garovni noladi. Ya bugun hujjatlarni topshirish kerak-ku, hammasi. Qolgan hujjatlar bo'ldimi? Hammasi bo'ldi. Boyagi zavod, ekologiya xulosalar. Ekologiya qilib ertalab tayyor bo'ladi. Ertalab. Hammasi bo'ldi. Sizniki Bizga endi ipoteka masalasi bo'yicha, kredit masalasi bo'yicha uni qildik, endi to'liq so'ndirishni yo'lini ko'ryapmiz-da ipotekani. ipotekani. Sizniki nima masala edi? Bizga ta'lim krediti. Ta'lim krediti. Hozir endi bir qancha kredit turlarimiz bor, boyagi shu hozir eng ommabop bo'lgani tezkor krediti, valyuta xohlasangiz AQSh dollarida, xohlasangiz yevroda beriladi. 3 yil muddatga valyutada AQSh dollarida bo'ladigan bo'lsa 12%, yevroda bo'ladigan bo'lsa 11% miqdorda 3 yil muddatga 6 imtiyozlar bilan.